Xo'sh, men yaqinda Yuzsiz YouTube kanalini topdim. U endigina 2 oy oldin ochilgan va allaqachon oyga $61,000 ishlab topyapti. Bu videoning maqsadi shu kanalni sun'iy intellekt yordamida qayta yarata olamanmi deb tekshirish edi. Nafaqat muvaffaqiyat qozondim, balki bu videolarni 20 daqiqadan kamroq vaqtda qayta yarata olaman. Aslida men bunday videoni 20 daqiqada yaratishim mumkin. Agar siz sun'iy intellektdan va uning avtomatlashtirishidan qanday foydalanib, shunday YouTube kanalini yaratishni va o'z YouTube safaringizni boshlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu videoda sizga hamma narsani ko'rsataman. Shuning uchun, agar o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu video siz uchun. Keling, boshlaymiz. Avvalo men sizga kanalni ko'rsatmoqchiman. Kanalning nomi Zen, mana bu kanal. Ko'ramizki, bu kanalda bor yo'g'i 12 video bilan 130 ming obunachi bor. Agar bu yerni bosib, ko'proq ma'lumotni ko'rsak, umumiy ko'rishlar soni 14 million ekanligini bilib olamiz. Kanal 12 yil oldin 2014 da ochilganini ko'rsatadi. Lekin videolarni bosib, eng qadimgi yuklamani, ya'ni birinchi yuklamani ko'rsak, birinchi video 1 oy oldin joylanganini ko'ramiz. Demak, bu kanal videolarni endigina 1 oy oldin joylay boshlagan. Va atigi 1 oy ichida mana bu yerda BitX statistikasini ko'rishimiz mumkin. Bu kanal oyiga $61,000 ishlab topayotganini ko'rsatyapti. Bu juda aqldan ozdiruvchi. Agar bu yerni bosib, eng ommabop videolarni ko'rsak, eng ommabop video 1 oy oldin joylangan va 7 million ko'rishga ega ekanligini ko'ramiz. Yana bir video 3 million ko'rish bilan 1 oy oldin joylangan. 1.7 million ko'rish 1 oy oldin. Shuning uchun bu soha portlayapti. Bu yaratuvchi 2 oy ichida YouTube videolari yaratib, $100,000 ishlab topadi. Bu juda aqldan ozdiruvchi. Boshida aytganimdek, bu videoning maqsadi sun'iy intellekt yordamida bu kanalni imkon qadar tez qayta yarata olamanmi deb tekshirish edi. Va aytganimdek, men buni uddaladim. Siz AI avtomatizatsiyasidan foydalanib, mana shunday videolarni 20 daqiqadan kamroq vaqtda yaratishingiz mumkin. Keling, buni qanday qilishni ko'rsataman. Buning ishlashi uchun kompyuteringizga CloudCode'ni yuklab olishingiz kerak. Brauzeringizga o'ting va CloudCode'ni qidiring, mana shunday. CloudCode'ga kiring va shu yerdan bosib, kompyuteringizga yuklab oling. Desktop uchun CloudCode'ni oling. Buni bosing va Windows yoki Mac yoki qanday kompyuteringiz bo'lsa, CloudCode'ni yuklab oling. Keyin CloudCode'ni o'rnating. Endi Cloud'da hisob yaratishingiz ham kerak. Hisob yaratganingizga ishonch hosil qiling. Shu yerdan Cloud'ni sinab ko'ring. Shu tugmani bosing, Cloud va hisob yarating. Mening hisobim bor, shuning uchun hisob yaratishni ko'rsatmayman, chunki bu juda oddiy, to'g'rimi? O'zingiz hisob yarating. Endi kompyuteringizga CloudCode o'rnatilgan bo'lsa, uni oching, mana shunday. Mana bu kompyuterdagi CloudCode. Siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa yuqori chap burchakdagi kodga bosish. Tovork yoki chatda emasligingizga ishonch hosil qiling. Kodda bo'lishingiz kerak. Bu videolarni yaratishni avtomatlashtirish uchun biz Hixfield skillni o'rnatishimiz kerak. Buning uchun brauzeringizga qaytib, Hixfieldni qidiring. Hixfieldga o'ting va hisob yarating. Hixfieldda hisob yaratganingizdan so'ng MSP va TLI yozilgan joyni bosing. Shu yerni bosganingizdan keyin TLIni tanlaganingizga ishonch hosil qiling. Keyin esa birinchi buyruqni shu yerdan nusxa olish uchun ustiga bosing. So'ng kompyuteringizdagi qidiruv satriga terminal deb yozing. Terminalni oching va bu buyruqni joylashtirib, Enterni bosing. Enterni bosganingizdan so'ng bu TLI o'rnatiladi. Keyin Hixfieldga qaytib, ikkinchi buyruqni nusxa oling. Terminalga qaytib, uni joylashtiring va Enterni bosing. Sizdan Hixfieldga kompyuteringiz orqali ruxsat berish so'raladi. Ya'ni Hixfieldda hisobingiz bo'lishi kerak. So'ng Hixfieldga qaytib, oxirgi buyruqni nusxa oling. Bu Hixfield ko'nikmasini o'rnatadi va bu bizga rasmlarni yaratishda yordam beradi. Shuning uchun bu buyruqni nusxa oling. Terminalga qaytib, buyruqni joylashtiring. Enterni bosing va ko'nikmani o'rnating. Bu juda oddiy. Men Enterni bosmayapman, chunki bularni allaqachon o'rnatganman va bu haqiqatan ham oson. Ko'rib turganingizdek faqat nusxa olib, joylashtiring. Enterni bosing. Enter va tamom. Endi bularning hammasi o'rnatilgan bo'lsa, videolarni yaratishni boshlashimiz mumkin. Keling, buni qanday qilishni ko'rsataman. Sizga YouTube ssenariysi kerak bo'ladi. Qanday videolar yaratmoqchi ekanligingizga qarab, ibtidoiy odamlar haqida gapirishni xohlamasligingiz mumkin. Balki kosmos, o'zga sayyoraliklar yoki hayvonlar haqida gapirishni xohlashingiz mumkin. O'zingizning mavzungizga qarab ssenariy kerak bo'ladi. Video uchun ssenariy yaratishingiz kerak. Ssenariyni qanday yaratish o'zingizga bog'liq. AIdan foydalanishingiz, ssenariy yozishda yordam beradigan odam yollashingiz, o'zingiz yozishingiz yoki uchalasini birgalikda ishlatishingiz mumkin. Ssenariy tayyor bo'lgach, uning ovozli versiyasi kerak bo'ladi. So'nggi paytlarda men ovozli yozuvlarni o'z mikrofonim orqali yozib olaman. Endi 11 labs ishlatmayman, chunki undan foydalanayotgan ko'plab kanallar monetizatsiyadan mahrum bo'lyapti.
Shuning uchun o'z ovozimni ishlata boshladim. Agar ingliz tilingiz yomon bo'lsa yoki mikrofonda gapirishdan qo'rqsangiz yoki bu sizga juda qiyin bo'lsa, Fiverrdan odam yollashingiz mumkin. Ovozli yozuv tayyor bo'lgach, brauzeringizga o'tib, Turbostribeni qidiring. Turbostribega kiring, hisob yarating yoki Google hisobingiz bilan kiring. So'ng Transcribe Files tugmasini bosib, ovozli yozuvni yuklang. Keyin Transcribe tugmasini bosing. Turbostribeni tavsiya qilishimning sababi 3 marta bepul transkripsiya olishingiz mumkin. Ular meni homiylik qilmaydi, menda affiliate havolalar yo'q. Shunchaki har kuni 3 marta bepul transkripsiya bergani uchun ko'rsatyapman. Bu YouTube videolaringiz uchun yetarli, chunki kuniga faqat bitta ssenariyni transkripsiya qilish kerak. Shundan so'ng ssenariyingiz shu yerda bo'ladi. Unga bossangiz ssenariy ko'rinadi. Nega buni qilayotganimni so'rasangiz, vaqt belgilarini olish uchun, shunchaki ssenariyni cloudga yuborishdan farqli. Vaqt belgilari nima? Ovozli yozuvni transkripsiya qilganda vaqt belgilari ham keladi. Mana skriptda ko'rib turganingizdek, bular vaqt belgilari. Bu yerda 0 soniya bor. Keyin bu yerda 7 soniya bor. Keyin 15 soniya bor. Keyin 23 soniya bor. Bular vaqt belgilari. Ularning kerakligining sababi shuki, aynan shu narsa videoni yaratish jarayonini to'liq avtomatlashtirishga yordam beradi. Nega? Chunki biz Hitchfield va Claude'ga qaysi vaqtda va qaysi belgida har bir rasmni yaratishni aytib bera olamiz. Keling, bu qanday ishlashini sizga ko'rsataman. Shunday qilib, Claude Code'ga qaytib boring. Endi sizdan so'raganim bu yerdagi promptni nusxalash. Keling, promptni sizga ko'rsataman. Mana bu biz foydalanadigan asosiy prompt. Ko'rib turganingizdek, promptda aytilishicha, siz YouTube skripti uchun rasmlar yaratasiz. Skriptdagi har bir vaqt belgisi uchun bitta rasm. Bu eng muhim qism, ya'ni skriptdagi har bir vaqt belgisi uchun bitta rasm. Bu yerda aytilishicha, sizning vazifangiz skriptni diqqat bilan o'qib, har bir vaqt belgisi uchun alohida rasm yaratish. Agar skriptda 0 soniya, 3 soniya, 7 soniya, 10 soniya, 12 soniya, 20 soniya kabi vaqt belgilari bo'lsa, unda siz ushbu vaqt belgilarining har biri uchun bitta rasm yaratishingiz kerak. Bu promptning eng muhim qismi, to'g'rimi? Chunki aynan shu narsa ushbu videolarni yaratish jarayonini avtomatlashtirishga yordam beradi. Mana bu yerda uslub talablari yozilgan va unda rasm Paint'da juda oddiy boshlang'ich darajadagi chizilgandek ko'rinishi kerakligi aytilgan. Rasm chizishni yaxshi bilmaydigan odam tezda qo'lda chizgandek ko'rinishi kerak, to'g'rimi? Promptning bu qismi ham juda muhim, chunki u Hitchfieldga rasm qanday ko'rinishi kerakligini aytadi, to'g'rimi? Mana bu yerda oq fon, bilah, 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 uch yo'q, kinematik effekt yo'q, bilah, bilah, bilah deb yozilgan. Bu butun prompt. Men sizdan shunday prompt yozishingizni yoki ChatGPT yoki Claude'dan sizga shunday prompt yozishni so'rashingizni xohlayman. Promptni yozganingizdan keyin uni nusxalab Claude Code'ga joylashtirishingizni xohlayman. Shuning uchun Claude Code'ga qaytib, bu promptni xabar maydoniga joylashtiring. Keyin esa vaqt tamg'alari bilan skriptni nusxalab prompt ostiga joylashtiring. Men skriptimga qaytaman. Butun skriptni nusxalayman, lekin bu video uchun faqat shu yergacha nusxalayman, chunki vaqt va kreditlarni behuda sarflashni xohlamayman. Shuning uchun buni nusxalab, Claude Code'ga qaytaman va skriptni joylashtiraman. Siz faqat bu xabarni Claude Code'ga yuborishingiz kerak. Ko'rib turganingizdek, Claude Code bu yerda skillni ishga tushiradi. Va bu Hitchfield skilli. Keyin u sizdan terminalga kirishga bir necha marta ruxsat so'raydi. Siz shunchaki unlock tugmasini bosing. Tayyor bo'lgach, Claude Code rasmlarni yaratishni boshlaydi. Mana bu yerda running skill Hitchfield generated deb yozilgan va rasmlar yaratilmoqda. Ko'rib turganingizdek, u mendan kirishga ruxsat so'rayapti. Siz buni ko'ra olmayapsiz shekilli. Keling, men buni amalda ko'rsatay. Ha, webkameram tufayli buni aniq ko'ra olmaysiz. Shuning uchun webkameramni olaman. Allow onto yoki allow always tugmasini bosing. Always allow'ni tanlang, to'g'rimi? Ko'rib turganingizdek, hozir men 38 ta rasm yarataman. Faqat 38 ta rasm yaratadi, chunki men skriptning kichik bir qismini nusxaladim. Agar butun skriptni nusxalasangiz, 100 dan ortiq rasm yaratadi. Bu juda ajoyib. Har bir necha soniyada videongiz uchun kadrlar olasiz. Bu jarayon esa atigi 10 daqiqa vaqtingizni oladi. Mana bu qanday ko'rinishda? Ko'rib turganingizdek, u rasmlarni partiyalar bo'lib yaratmoqda va buni juda tez bajarmoqda. Rasmlaringizni tekshirish uchun Hitchfield hisobingizga qayting. Hitchfieldga qaytib, ko'rib turganingizdek, yuqori chap burchakdagi Image yozuvini bosing va u yerda hozir yaratilayotgan barcha rasmlarni ko'rasiz. Pastga aylantirsam, skript uchun barcha rasmlar bor va ular o'sha kanal bilan bir xil uslubda. Agar bu kanalga qaytsak va bir videoni bossam, ovozini o'chiraman. Menda YouTube Premium bor. Nega reklamalar ko'rayotganimni bilmayman. YouTube biroz ayyorroq. Ko'rib turganingizdek, videolar shunday ko'rinadi. Bular aslida yomon chizilgan rasmlarning o'zi, lekin siri shundaki, bu rasmlar juda ko'p. Ko'rib turganingizdek, rasmlar deyarli har 2-3 soniyada o'zgaryapti. Sir aynan shu.
Endi ko'rishlar soniga qarasak, video 2026 yilning 16 aprelida yuklangan. Uning deyarli 1 million ko'rishi, 26 mingta layki, 3 mingga yaqin izohi bor va odamlar bu videolardan zavqlanyapti. Videoni aylantirib, barcha rasmlar bir-biriga o'xshashligini ko'rsata olaman. Bu xuddi Cloudcode va Hixfield yordamida yaratayotgan uslubimiz bilan bir xil. Hixfieldga qaytsam, rasmlarimiz aynan bir xil ko'rinishda ekanligini ko'ramiz. Mana bu rasm bor. Yana nimalar bor? Bu yerdagi rasmlar to'g'rimi? Eng zo'ri shundaki, bu rasmlarning barchasi ssenariyga mos keladi, chunki har bir rasm ssenariyingizning ma'lum bir vaqt belgisi uchun yaratilgan. Endi bu rasmlarni juda tez tahrirlashni ko'rsataman. Shuning uchun Cloudcode'ga qayting va men bu rasmlarni yaratish jarayonini to'xtataman. Aslida nima qilish kerak bo'lsa, rasmlar joylashgan papkani menga havola qiling. Va u sizga barcha rasmlar yaratilgan va saqlangan papkani havola qiladi. Agar rasmlar Hixfieldda onlayn yaratilgan, mahalliy saqlanmagan degan xabar chiqsa, undan quyidagini so'rashingiz mumkin. Iltimos, bu rasmlarni mahalliy yuklab oling va ularning nomlarini vaqt belgisiga moslang. Agar rasm 0 soniya uchun yaratilgan bo'lsa, bu rasmning nomi shu. Agar rasm 20 soniya uchun yaratilgan bo'lsa, bu rasmning nomi shu. Bu juda muhim, chunki rasm sarlavhasi sifatida vaqt tamg'alarining bo'lishi videolarni juda tez yaratishimizga yordam beradi. Chunki ovozli izoh bilan sinxronlash uchun ularni qayerga joylashtirishni aniq bilamiz. Shuning uchun bu xabarni Cloudga yuboring. Ko'rib turganingizdek, u bizga bir papka yaratadi. Bu juda zo'r. Faqat Alloh tugmasini bosing. Keyin u siz uchun barcha rasmlarni yuklab oladi. Bu esa ishni avtomatlashtiradi va ko'p vaqtingizni tejaydi. Chunki har bir rasmni alohida yuklab olish uchun bosish va yuklash kerak bo'ladi. Bundan tashqari, ularning to'g'ri sarlavhalari bo'lmaydi va ularni tahrirlash qiyin bo'ladi. Shu tarzda Cloudcode barcha rasmlarni yuklab oladi. Shuningdek, ularning sarlavhalarini vaqt tamg'alariga moslashtirish uchun o'zgartiradi. Bu nima uchun muhim? Chunki videoni tahrirlashda ularni vaqt chizig'ida qayerga joylashtirishni bilamiz. Aslida, u sizga mana shunday bir papka yaratadi. Papka ichida ko'rib turganingizdek, barcha rasmlar asta-sekin yuklana boshlaydi. Ko'rib turganingizdek, bu birinchi rasm, ikkinchisi. Endi videoni qanday tahrirlash juda oddiy. Video tahrirlash dasturingizni oching. Agar play tugmasini bossam, ovozli izohni eshitishingiz mumkin. Tasavvur qiling, soat 2 da uyg'onasiz va telefoningizga qo'l uzatmaysiz. Sizga kerak bo'lgan narsa hech qanday yorug'lik, hech qanday bildirishnoma. Cloudcode papkada yaratmoqda. Vaqt chizig'ini kattalashtiring. Endi rasm sarlavhasiga asoslanib, bu yerda 0 soniya. Uni 7 soniyagacha qo'shasiz, chunki keyingi rasm 7 soniyada boshlanishi kerak. Ko'rib turganingizdek, ikkinchi rasmda 0.7 dan 1 ko'rsatilgan, ya'ni 7 soniya. Keyin uchinchi rasm 0.15 dan 1 soniyadan boshlanadi. Demak, ikkinchi rasmni shu yerga 15 soniyagacha sudrab borishimiz kerak. Buni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Keyin uchinchi rasmni sudrab o'tamiz. To'rtinchi rasm qachon paydo bo'ladi? U 23 soniyada paydo bo'ladi. Shuning uchun bu rasmni xuddi shunday 23 soniyagacha sudrab boramiz. Keyin keyingi rasmni qo'shamiz va uni 29 soniyagacha sudraymiz, chunki keyingi rasm 29 soniyada paydo bo'ladi. Aslida, videoni shu tarzda tahrirlash sizga roppa-rosa 10 daqiqa vaqt oladi. Bu juda oson. Ishning katta qismini AI qiladi. Endi, agar ijro tugmasini bossam, ovozli izoh har bir rasm bilan qanday moslashishini ko'rasiz. Buning uchun ovozli izohni tinglab, soatlab vaqt sarflashim shart emas. Tasavvur qiling, tungi soat 2 da uyg'onasiz va telefoningizga qo'l cho'zmayapsiz. Faqat butunlay zulmat. Siz 300 ming yil davomida tinglaysiz. To'g'ri. Mana shunday AI avtomatizatsiyasidan foydalanib, bunday videolarni yaratishingiz mumkin. Agar YouTube'da o'sishda qiynalayotgan bo'lsangiz, videolaringiz 0 ko'rish, 50 ko'rish, 200 ko'rish olayotgan bo'lsa yoki 1000 ko'rishdan o'tolmasa, bu yerdagi videoni tomosha qilishni xohlashingiz mumkin, chunki bu videoning ichida. Nega ba'zi kanallar o'zini shadow ban